Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar, sog' salomatmisizlar? Men bugun sizlarga aynni chiqarishda yordam beradigan tavsiyalarni bermoqchiman. Bunga sabab izohlarda juda ham ko'pchilik azizlarimiz aynni chiqarishda muammo bo'lyapti. Menda ayn chiqmayapti, o'xshamayapti kabi izohlarni yozgansizlar, balki siz ham yozgandirsiz. Men bilamanki, katta ehtimol bilan siz aynni mahrajini o'rgangansiz. Aynni qayerdan chiqishini bilasiz. Ya'ni tomoqdan chiqishini bilasiz. Uni joylashuvini, uni balki qanaqa sifatlar bilan chiqishini, bayniya sifatlarigacha bilarsiz balki. Lekin savol, nima uchun ayn chiqmayapti sizda? Nimaga o'xshamayapti? degan savolga bugun javob topishga harakat qilamiz. Bunda bir nechta xatoliklar bor siz tomoningizdan. Kutuvlarning kattaligi. Birinchi xato maqsadga tez erishaman degan xatolik. Mana shu bu boshqa sohalarda ham bo'ladi. Bu aynni chiqarishda ham aynan shu xatolik bor deb o'ylayman. Aynni men bir haftada chiqaraman yoki bir hafta emas, bir kunda chiqarib olsam, 2 kunda chiqarib olsam degan katta kutuvni qilishingiz. Katta ehtimol bilan bu qiyin narsa. Nima uchun? Chunki biz aynni chiqarishda bu bizni o'zbek tili fonetikasida yo'q, yangi tovush bo'lganligi uchun arab tilidan o'zbek tiliga moslashtirishimiz uchun tomog'imizdagi muskullarni rivojlanish bosqichlarini bilishimiz kerak. Buning uchun ozgina tibbiyotga, fiziologiyaga, aynan mushaklarning rivojlanish bosqichlarini o'rganishimiz kerak bo'ladi. Men bugun bermoqchi bo'lgan asosiy ma'lumot mana shu haqida bo'ladi. Ya'ni nima uchun aynni chiqara olmayotganingizga asosiy sabablardan bittasi bu mushaklarning rivojlanish bosqichini bilmaslik. Mushaklar hujayralardan, to'qimalardan tashkil topgan bo'ladi. Mushak hujayralari miofibrilla deb nomlanar ekan. Tibbiyot tilida, fiziologiyada. Xo'p, ana shu hujayralarni o'sib, rivojlanib borishligini bosqichlari bor. Ya'ni istalgan muskul, aytaylik siz sport zaliga chiqib qo'lingizdagi gavdangizni chiroyli qilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz ham yoki fitness zaliga borib o'zingizni qomatingizni chiroyli qilmoqchi bo'lsangiz, bir kunda qila olasizmi shu narsani? Yoki bir haftada qila olasizmi? Bu qiyin masala. Siz bilasizki, bunda kutuvni bir necha oylarga planlashtirasiz. Nega? Chunki bir kunda yoki bir haftada, 2 haftada siz muskulingiz, qo'lingizdagi gavdangiz chiroyli bo'lib qolmasligini bilasiz. Xuddi shuni singari tomog'ingizdagi muskul, aynan aynni chiqarib beradigan muskul rivojlanishi uchun xuddi shunaqa vaqt kerak bo'ladi. O'rtacha 3 oydan 6 oygacha muddatda ayn chiroyli, go'zal, mukammal holatda chiqishi mumkin. Kimdadir ehtimol tezroq chiqishi mumkin, lekin bu haligi mingtadan bitta holatda yoki 100 tadan bitta holatda bo'lishi mumkin. Juda ham kamdan kam. Lekin odatda ko'pchilik insonlarda bu bir qancha vaqt talab qiladi, bir necha bosqichlardan iborat bo'ladi. Keldi shuni bosqichlarini ko'rib chiqamiz. Birinchi bosqichi, xo'p, muskullarni o'zgarish bosqichi. 7-10 kunni tashkil qiladigan bosqich. Siz mahrajini o'rgandingiz, uni kerak bo'lsa sifatlarini o'rgandingiz, qayerdan chiqarishini bildingiz, mashq qilishni boshladingiz, mashq qilyapsiz. Aynni aytayotgan paytingizda birinchi u deb aytasiz. Ya'ni oddiy o'zbek tilidagi aynga eng yaqin tovush qaysi? A tovushi yoki gh tovushiga o'xshash tovush bilan aytasiz. Va ana shuni aytayotgan paytingizda asosiy kutiladigan narsa nima desa, ozgina sabr qilish. Mana shu u deyotganda o'xshamayotganligiga sabr qilishingiz kerak. Bir hafta 10 kun deb har kuni bitta intizom bilan, davomiylik bilan har kuni shug'ullanib turishingiz kerak bo'ladi. Birinchi bosqichda 7-10 kun, kimdadir 7 kun, kimdadir 10 kun. Mana shu bosqichda tomog'imizdagi ilk aynni uyg'onishini, birinchi kurtaklarini his qilishni boshlaymiz. Ya'ni ga o'xshagan tovushlar chiqa boshlaydi. Ya'ni degan tovushlar sekin-astalik bilan siz o'zingizga sezilishni boshlaydi. Ungacha har kuni 5 daqiqa yoki 10 daqiqa mana shu aynni mashqini shug'ullanib turishingiz kerak bo'ladi. Ayn haqida juda ko'p videolar ko'rgansiz. Ulardan foyda ola olmasligingiz ham sababi aynan mana shunda deb o'ylayman. Ya'ni siz ozgina mashq qilasiz, bir kun mashq qilasiz, keyin bir oy mashq qilmaysiz. Yoki 2 kun mashq qilasiz, bir hafta mashq qilasiz, keyin to'xtatib qo'yasiz. Aynan mana shu narsa aynni chiqarishingizdagi asosiy to'sqinliklardan biri. Ikkinchi bosqichda nima bo'ladi desa, haqiqiy ovozni, ya'ni aynni chiqarib beradigan tomoqdagi muskul, bizning tilimizda haqildoq tog'ay deyiladi. Ana shu kichkina tilcha, arab tilida mizmarul lisan, ya'ni kichkina tilchamizni, ya'ni tomog'imizdagi nafas yo'lida ovqat bilan havo yo'lini ajratib beradigan
asosiy bitta tilchamiz bor, bundan ko'pchilik bexabar. Aynan ana shu tilchani harakatga keltirish uchun uni muskullari, mushaklari bor. Ana shuni qo'zg'atib olishimiz va uni mustahkamlab olishimiz kerak bo'ladi. Birinchi haftada mashq qildik. Ana shu ilk kurtaklari sekin-asta rivojlanishni boshlandi. Unda endi organizmdagi muskul rivojlanishi uchun kerak bo'ladigan oqsillar, yana boshqa moddalar almashinuvi jarayoni ketyapti va muskullarda sekin-astalik bilan tiklanish, mustahkamlanish boshlanyapti. Birinchi mashq qilganda nima bo'ladi desa, biroz og'riq bo'ladi. Ana shu muskullarimiz kuchayib olguncha, mustahkamlanib olguncha bo'lgan birinchi bosqichda og'riq, biroz o'sha bu muskullarimizda kichik biroz shikastlanishlar yoki yallig'lanishga o'xshagan bir narsalar bo'lish natijasida mashq qilgan paytda og'riqqa o'xshagan narsa bo'ladi. U qo'rqinchli emas u. Mikro shikastlanish. Biz mana ikkinchi bosqichga o'tganimizdan keyin mushaklar mustahkamlanadi. Endi talaffuzimiz ancha yaxshilanganroq bo'ladi. Va mana shu ikkinchi bosqich juda ham muhim. Shu bosqichda har kuni mashqni yana davom ettirishingiz kerak. Oldin qilayotgan mashqni yana ham kuchaytirishingiz kerak, ko'paytirishingiz kerak vaqtlarni. Chunki tomog'ingiz endi oldingidan ko'ra mushaklari baquvvatroq bo'lib boryapti, mustahkamlanib boryapti. Qattiqroq mashq qiladigan bo'lsangiz ham og'rimaydi. Oldingichalik og'riq bo'lmaydi. Keyingisida talaffuz ancha aniqlashadi, tiniqlashadi. Ayn degan paytingizda, ya'ni a ga o'xshagan tovush, ya'ni oldingidan ko'ra yaxshiroq a deganda o'zi chiqa boshlaydi. Mana shu tovush tiniqlanishini his qilganingizda o'zi kayfiyatingiz ko'tarilishni boshlaydi. Haligi Xudoga shukr, o'xshashni boshladi degan narsa bo'ladi. Mana shu keyingi 3-4-haftalarda, ya'ni siz reja tuzayotgan paytingizda qisqa muddatli reja tuzmang, aynni chiqarishlik uchun. Qisqa muddatli o'xshamaydi. Ko'p ishlar qisqa muddatli reja tuzsangiz o'xshamaydi. Uzoq muddatli maqsadga olib boradigan reja tuzishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun bir hafta, 2 haftada chiqarib olaman emas, 3-4 oyda chiqaring, 5-6 oyda chiqaring, zo'r qilib chiqaring, mukammal holatda chiqaring degan planni qilib olamiz va ana shu tartibda bo'lish kerak. Shuning uchun 3-4-hafta bu tomog'imizdagi tovushlarni tiniqlashishi, yana ham chiroyli bo'lish bosqichi, ana shuni biz tanamizda bo'lgan o'zgarishlarni his qilib borishimiz kerak. Ya'ni nafas olyapmiz, nafas chiqaryapmiz, tomog'imizdagi o'sha muskullarga qanchalik sirg'alib o'tyapti, qanchalik ularning orasi yaqinlashyapti, tomog'imizni aynan hiqildoq tog'ayi qanaqa rivojlanayotganini sezishga harakat qilishimiz kerak. Seza olmasak ham hech bo'lmaganda ana shuni his qilishimiz kerak, qanaqa o'zgarishlar bo'layotganini tomog'imizda. Keyingi bizda o'sha 4-haftalarda bo'ladigan 20-25 kun bilan 1 oylar oralig'ida bo'ladigan jarayon bu ancha osonlik bilan, ancha yengillik bilan qulay aytishni boshlaysiz. Ya'ni a desangiz ancha oson bo'lib qoladi. Desangiz muskullar ancha cho'zildi. Mana 1 hafta, 2 hafta, 3 hafta o'tdi, orada muskullar, to'qimalar yangilanib, hujayralar o'sib rivojlanib, biroz cho'ziluvchan bo'ldi. Bunda muskullarning cho'zilishligi asosiy narsa hisoblanadi. Ya'ni kattalashishligi, cho'zilishligi, havo yo'lini yopa oladigan darajada bo'lishi kerak. Hozir birinchi bosqichda mana hozirgi kunda siz qilayotgan xatoyingiz, buni to'liq yopaman deysiz, yopilmaydi aynda. Bu to'liq oxirigacha kelmaydi. Ana shuning natijasida sizda ayn yaxshi o'xshamaydi. Buni har kunlik davomiy muntazamlik bilan mashqlar natijasida bu bemalol keladigan darajaga yetkazib olish kerak. Tomog'imizdagi to'qimalarni, muskul to'qimalarni yaxshilab rivojlanishiga imkon berishimiz kerak. Ya'ni bir kun mashq qilib, bir hafta mashq qilsangiz, u rivojlanmaydi. Har kunlik doimiylik, intizom, tartib belgilangan vaqt davomida, aytaylik har kuni ertalab yoki kechki payt, ovqatlanishdan oldin yoki keyin o'zingizga odat qilib olishingiz kerak. Har kuni ovqatdan keyin men yarim soat bu aynni mashq qilaman. Yoki falon vaqtdan falon vaqt oralig'ida men aynni mashq qilaman. Eng kamida 5 daqiqa yoki bo'lmasa 10 daqiqa, 15 daqiqa o'sha video darsliklarimiz bor, boshqa ustozlarning darslari bor, o'shalarni eshitib takrorlash. Ana shu narsani odat qilishingiz kerak bir necha oylar davomida. Va ana shu narsa sizga natija beradi. Oson va bemalol aynni au deganda qiynalmasdan aytishdi. Harakatlar bilan kelgan paytda ham, masalan, misol uchun tashdidli bilan kelganda au kabi qiyin holatlarda ham ayta olish imkoniyatini beradi. Keyingi bosqichimiz bu mana shu
O'zingizda ham sezadigan holat shunaqa bo'ladiki, oldin masalan mashq qilishdan oldingi holatingizni telefonga albatta zapis qilib qo'ying, yozib Telegramingizga tashlab qo'ying va bir taxminan 6-8 haftadan keyin, taxminan 2 oydan keyin ana shu ovozingiz bilan keyingi ovozingizni taqqoslab ko'ring. Ana shu 2 oylik jarayonda ovozingizda qanaqa o'zgarish bo'lganligini qulog'ingiz bilan eshitganda ham o'zingiz mazza qilib olasiz, qanaqa o'zgarish bo'lganligini. Shaxsan men o'zimda shunaqa bo'lgan va boshqa shogirdlarimda ham shu narsani kuzatganmiz. Bunda sizda nima natijalarga erishasiz desa, eshitganingizda to'g'ri talaffuz chiqayotganligini eshitasiz. O'zingiz ishonchingiz komil bo'ladi. Mazza va ya'ni to'g'ri, chiroyli bir aynni ayta olyapsiz. Keyin bu bosqichga kelgan paytda siz o'pkadan chiqayotgan havoni aynni aytayotgan paytingizda bosim bo'ladi. O'pkadan nafas chiqarayotganimiz albatta bosim bilan chiqadi bu. Alloh taolo bizni shunaqa yaratgan-a, o'sha bosim bilan chiqayotgan paytda biz uni to'g'ri boshqara olishimiz kerak. Mana shu haftaga kelganda siz bemalol boshqara oladigan bo'lasiz. Ya'ni nafasni boshqara olish. Ko'pchilikda muammosi shuki, o'qiyotgan paytda nafas yetishmovchiligi bo'ladi. Istalgan o'zbek tilidagi nutqda o'qiyotgan bo'lsangiz ham nafas yetishmovchiligi, nafas to'g'ri boshqara olmaslik muammosi bo'ladi. Ana shuni ham ancha boshqarishni o'rganib olasiz. Ya'ni bosimni boshqarish degani nafas yo'lidagi havo bosimini boshqara olish. Nechidir paskalda bemalol boshqara oladigan bo'lasiz. Keyingisi erkinlik. Bu endi arab tilida xohlasangiz gapirasizmi yoki matnlarni o'qiysizmi yoki she'r o'qiysizmi yoki Qur'on o'qiysizmi, istalgan bir arab tilidagi matnni o'qigan paytingizda ayni erkin, bemalol arablardek. Kerak bo'lsa, hamma arablar ham buni chiroyli ayta olmasligi mumkin. O'sha eng chiroyli arablarni aytadigan darajaga erishib qolgan bo'lasiz. Undan keyingi bosqichimiz bu 4-bosqich. O'sha maksimal rivojlanish, bu eng yuqori bosqichi 6 oygacha bo'ladigan, 3 oydan 6 oygacha bo'ladigan jarayonda, mana shu siz 6 oyni olavering, 3 oyni emas. 3 oyda erishaman desangiz ham bu katta kutuv bo'ladi. 6 oy deb oling. Sizda 90%, 95%, 100% gacha o'zgarish bo'ladi. Ya'ni aynni bir ustozga o'qib bersangiz, %90 yoki 95 yoki 100% chiqaryapsan. 100%, ya'ni %100 chiqyapti deydigan darajaga erishib olasiz. Xudo xolasa, ana shu narsaga erishishinglarda biz ham sababchi bo'laylik. Va bu bosqichda agar siz mukammal darajada bajargan bo'lsangiz, mashqlarni intizom bilan har kunlik belgilangan holatda va boshqa ustozlarning ham darsliklaridan eshitib, ko'rib, biz aytmagan jihatlarini ham olib, ulardan foydalanib aytadigan bo'lsangiz, xudo xolasa qariyb mutaxassislar darajasida, professional darajada ayni aytadigan bo'lasiz. Tomon mushaklarini qanday o'sish haqida jarayonni tushuntirib beraman. Mana shu yerda. Mikro shikastlanish degan birinchi bosqich qachon bo'ladi desa, biz birinchi haftada endi mashq qilishni boshlagan paytingizda, ayni aytayotgan paytingizda tomog'ingizdagi biroz og'riq bo'lishi, hujayralarni, ya'ni to'qimalarni orasida bir-biridan, ya'ni muskullarni shikastlanishidir. Biz ozgina jarohatga o'xshagan, jarohat og'ir emas, yengil, sizga unaqa xavfi bo'lmaydigan darajada, lekin biroz og'riq bo'ladi. O'sha og'riq nima natijasi desa, tomog'ingiz ichidagi muskullarni cho'zilishini hisobiga deformatsiya bo'lyapti, ya'ni boshqa narsaga o'zgaryapti, transformatsiya jarayoni ketyapti, tomog'imizda muskullar o'zgaryapti. Ana shu natijasida shikastlanish bo'ladi. Yani yengil, mikro. Ana shu o'zgarish bu birinchi boshlang'ich, birinchi bosqichda bo'ladi. Endi keyin satellit hujayralar deb yozilgan bu yordamchi hujayralar. Tomog'imizdagi o'sha muskullarni cho'zilishiga yordam beradigan, uni rivojlanishiga yordam beradigan, o'sishiga, kattalashishiga yordam beradigan hujayralar paydo bo'lishni boshlaydi. Ya'ni shikastlanishdan keyin to'qima hujayralari yoki u yerdagi asab, nerv hujayralari bor, miya bilan doimiy aloqada bo'ladi va bizning asab hujayramiz, buning uchun ham o'zi alohida bitta asab hujayralari haqidagi anaqani ham bir o'rganib sizlarga taqdim qilishga harakat qilamiz. Keyingi bir to'liqroq videolar qilamiz, shunda ham batafsil ma'lumot beramiz, xudo xolasa. Talaffuzimizni rivojlanishiga yordam beradiki, mana shu qo'shimcha hujayralarning paydo bo'lishi. Ya'ni tasavvur qiling, siz zalga chiqqaningizda ham muskullar og'riydi, toshlarni ko'targaningizda unga yuklama yuklayapsiz va o'sha ishib kattalashligi uchun, qomatingiz chiroyli bo'lishi uchun yangi hujayralar paydo bo'lishi kerak. Tomog'ida ham xuddi shunaqa jarayon. Keyin tolalarning kuchayishi, ya'ni oldingi muskul tolalarida zaiflik bo'lgan bo'lsa, endi kuchli, baquvvat bo'lishni boshlaydi, mustahkam bo'ladi, pishiq bo'ladi.
Ya'ni ayni aytayotgan paytingizda kuchi bilan chiroyli sizga yordam beradi, turib beradi, o'sha yerda ayni aytishingizga yordam beradi. Keyingisi bu oqsil sintezi jarayonidagi anaqalar. Biz o'sha buni endi fiziologiyasida, demak 2-5 kun ichida, buni endi tibbiyot xodimlari yaxshiroq bo'ladi, balki ko'proq muddat ham ketishi mumkin. Oqsil sintez jarayoni bo'ladi va hujayralarni, yangi hujayralarni, to'qima hujayralarni hosil bo'lishiga yordam beradi va buning uchun o'sha yetarli miqdorda oqsilga boy mahsulotlardan iste'mol qilib turishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun masalan ChatGPT dan so'rab oqsilga boy ma'lumotlar desangiz ham chiqarib beradi, yoki YouTube'da ham yaxshi doktorlarni videolari bor, oqsilga boy ma'lumotlarni berishadi. Nima olganda bu siz nima uchun ayni chiqarishda qiylanyapsiz deganda tomog'ini fiziologiyasi, uni tibbiy tomoni haqida ma'lumot berishga harakat qildim. O'ylaymanki bu siz uchun foydali bo'ldi. Nima tomoq mushagiga yordam beradi deganda, masalan sizga mana shu qisqacha reja, ya'ni biz o'rgandikki, demak mushagini rivojlantirish kerak, muskulni rivojlantirish kerak, tomog'imizdagi mushaklarni rivojlantirish kerak ekan. Nima yordam beradi desa, mana eng kamida sizni minimum ishingiz ko'p, bola chaqa tashvishlari bilan bandsiz, yoki o'ta dangasasiz, yoki bo'lmasam esingizdan chiqarib qo'yishingiz mumkin. Yana qanaqadir sabablar bilan deylik, bir kunda 3-5 minut mashq qiling. Mana shu sizga foyda beradi deb o'ylayman. Mashq qanaqa bo'ladi desa, oddiy mashq aytaman. Mana oddiy a, ri, u deysizda, a deb oxirida bitta yopasiz. Shu a, ri, u, a deb cho'zish kerak. Buni boshqa videolarimda ham ko'rsatganman. A, ri, u, bu jarayoni tomog'da a, ri, u bo'lganda yaqinlashadi. A, ri, u, o'sha kichkina tilchamiz, bizmorli san, mana shu yaqinlashib boradi va o'sha a deganda ko'proq yaqinlashish kerak. A bu biriga tegish kerak. Ana shundagina ayn chiqa boshlaydi. O'sha mana bu harakat qilayotgandagi muskullari, bu tomondagi muskullari cho'ziladi. Va bu rivojlanishga yordam beradi. Keyin yaxshi nafas olish. Bunda chuqur nafas olib, bir nafas chiqarish mashqlari bor. Qorindan nafas olishga harakat qiling. Qonni havoga to'ldirasiz va nafas chiqarasiz. Mashq qilayotgan paytda shu nafas mashqlarini ham qilib borishingiz kerak. Nafas mashqi desangiz, nutq bilan shug'ullanadigan mutaxassislar va ularning videolari, darsliklari chiqadi. Keyin suv ichishingiz kerak mashq paytida. Bu tomog'ingizni qurib qolmasligiga yordam beradi. Ya'ni tez charchab qolmasligingizga yordam beradi. Tomoq namlanib turishligi kerak. Iliq suv yoki choy ichib namlantirib turishingiz kerak. Suv ichganingiz yaxshiroq. Keyingisi dam olish. Mashq jarayonida mana shu agar 5 minut mashq qiladigan bo'lsangiz, o'rtasida bitta dam olishingiz kerak. Bir 2-3 minut mashq qildingiz, dam oldingiz, yana 2-3 minut mashq qiling. Agar ko'proq mashq qilaman desangiz, o'sha har 2-3 minutda 1 daqiqa dam oldirib turib mashq qiladigan bo'lsangiz, o'sha muskulni qonni so'rilishi va o'sha yerdagi yangi hujayralarning paydo bo'lishiga yordam beradi. Keyingi umumiy mana xulosamiz, mana qisqacha xulosamiz, bu aynni chiqarish, bu sizdan katta sabr talab qiladigan jarayon. Maqsadga tez erishaman deganlar yuribdi necha yillardan beri. Masalan, siz ham ayni 6 kunda chiqaraman deb 6 yildan beri yuribsiz. Ehtimolda. Yoki 6 oydan beri yuribsiz, chiqara olmayapsiz. Bundan ko'ra, keling aniq reja qiling. Har kuni 5 daqiqadan mashq qilaman. 5 daqiqa mashq qilayotgan paytda orada 1 daqiqa dam olaman. Suv ichib mashq qilaman, nafas chiroyli qilaman va bu ishimni har kuni kechki payt soat 8 dan 8:30 oralig'ida qilaman deb aniq rejangizga kiritib oling va har kuni bajaring shuni. Va shunda sizdan natija bo'ladi inshaalloh. Harakat qilsangizlar Alloh taolo zoya qilmaydi harakatingizni. Shuni biling. Demak, buni xulosamiz. 7-10 kun ichida nima bo'ladi? Sizda birinchi dastlabki o'zgarish bo'ladi. Tomog'ingizdagi ilk o'zgarishda o'zingiz his qilasiz. Bunda og'riq bo'ladi. Birinchi yangi boshlangan ish qiyin bo'ladi har doim. Ana shu narsani his qilasiz. Keyingi bosqichimizda talaffuz ancha yaxshilanishini sezasiz. 3-4 haftada talaffuzingiz ancha yaxshi bo'lganini, ayin chiqayotganligini, bo'lib qolganligini sezasiz. Keyingi haftalarda tovush ancha chiroyli, deganda deb bemalol aytadigan bo'lasiz. Bu sizni o'zingizga bo'lgan ishonchingizni orttiradi yana ham. Erkin, bemalol aynda aytadigan bo'lasiz. Undan keyingi 3-6 oy davomidagi mashqingizda sizga bu
professional darajada, mukammal darajada anglashingizga yordam beradi va xudo xolasa o'sha talaffuz bo'yicha mutaxassislarga murojaat qilib, mana shu meni aynimni tekshirib bering, qanchalik chiqyapti desangiz, xudo xolasa o'sha sizga yuqori bahoni berishadi. Bugungi sizlarga bermoqchi bo'lgan ma'lumotimiz mana shulardan iborat. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun sizlarga o'zimizni sovg'amiz bor. Mana shu havola orqali o'ting va sovg'amizni qo'lga kiriting. Bu siz uchun foydali bo'ladigan, inshaalloh foydali bo'ladi deb o'ylayman. Sovg'amizni sir holatda qoldiramiz va buni sovg'ani qo'lga kiritish uchun so'rovnoma bor. So'rovnomani to'ldirasiz. Bunga taxminan 3-5 minut vaqtingiz ketishi mumkin. So'rovnomani to'ldiring va sovg'amizni qo'lga kiriting. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Omon bo'linglar.